har doim vaqt topamiz. Oilasi nochorroq singlimizga har xil bahonalar bilan yordam bermaslikka harakat qilamiz, lekin xalqni ko'ziga qozon-qozon oshlar qilib ziyofat beramiz. Ota-onamizni haftada bir bora ko'rib kelishga fursat yo'q, lekin ammo ulfatlar bilan o'tirishga har doim vaqt topamiz. Nega? Unda o'shanga boramiz. Nima uchun o'zingiz olis? Vaqt shirin bo'lis.